Sud bu odamlar adolat istab boradigan eng muhim davlat instituti hisoblanadi. Lekin ana shu yerda qarindosh urug'chilik va nepotizm bo'lishiga siz qanday qaraysiz? Avvallari odamlar nepotizm degan so'z bilan har doim ham to'qnash kelavermasdi. Bugun esa ommaviy axborot vositalari nepotizm haqida ko'p gapiramiz. Robiyaxon Mahmudova bugun O'zbekiston Oliy sudining raisi, uning qator yaqin qarindoshlari esa sudyalar. Robiyaxon Mahmudova bugunga qadar Oliy sudi raisining birinchi o'rinbosari, 2 yildan ortiq vaqtda Adolat sotsial-demokratik partiyasining raisi bo'lgan. 2023-yilgi prezident saylovlarida esa Robiyaxon Mahmudova ishtirok etib, hozirgi amaldagi prezidentdan keyin ikkinchi o'rinni egallagan. Endilikda Robiyaxon Mahmudova O'zbekiston sud tizimidagi eng yuqori lavozimni egallagan. Ochiq manbalarga ko'ra, Robiyaxon Mahmudovaning bir qator yaqin qarindoshlari ham O'zbekiston sud tizimida sudya va sud raislari sifatida faoliyat yuritmoqda. Jumladan, Robiyaxon Mahmudovaning qizi Saida Rayimjonovna Mahmudova 2023-yilda Farg'ona tumanlararo iqtisodiy sudi sudyasi etib tayinlangan. Uning jiyani Hojimurodov Jasur Jahongirovich esa Toshkent shahar Yakkasaroy tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudining tergov sudyasi hisoblanadi. Mashkurov Xayrat Abdujalilevich esa Toshkent viloyati Nurafshon tumanlararo iqtisodiy sudi raisi. Akramova Jalila Sayfiyevna Farg'ona viloyati sudining iqtisodiy sudi ishlari bo'yicha sudyasi. Ahmedov Shuhratjon Kamilovich Qo'qon shahar jinoyat ishlari bo'yicha sudining raisi hisoblanadi. Ochiq manbalarda esa Robiyaxon Mahmudovaning yana boshqa qarindoshlari sud tizimida ishlash haqida ma'lumotlar bor. Muhim jihati shundaki, ularning aksariyati Robiyaxon Mahmudova Oliy sud raisligiga tayinlanmasdan avval bu lavozimlarga erishgan. Ya'ni masala ularning sudya bo'lganida, lavozimga tayinlanganida emas. Gap shundaki, Robiyaxon Mahmudova Oliy sud raisi bo'lganidan keyin yuzaga kelishi mumkin bo'lgan manfaatlar to'qnashuvi qanday boshqarilishdadir? Sudyalar to'g'risidagi qonunga ko'ra, O'zbekiston Respublikasining sud hokimiyati qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyatdan, siyosiy partiyalardan hamda boshqa institutlardan mustaqil faoliyat yuritishi kerak. Shu bilan birga ushbu qonunga muvofiq Oliy sud raisi butun sud tizimiga tashkiliy rahbarlik qiladi. Quyi sudlar faoliyati ustidan nazoratni amalga oshiradi. Shuningdek, plenum va rayosat ishiga ham rahbarlik qiladi hamda sud tizimiga oid muhim tashkiliy masalalarda ishtirok etadi. Tabiiyki, bu yerda qator masalalar yuzaga chiqadi. Oliy sud raisiga yaqin qarindoshlar ishlaydigan sud tizimida manfaatlar to'qnashuvini oldini olish uchun qanday mexanizmlar mavjud? Qarindoshlarga oid xizmat, intizom yoki boshqa tashkiliy masalalarni ko'rilganda Oliy sud raisi o'zini qaror qabul qilishdan tiyib turadimi va bu bo'yicha qandaydir intizomiy hujjatlar ishlab chiqilganmi? Bu bo'yicha Oliy sud hozircha axborot bergan emas. Hattoki uning qarindoshlari bilan bog'liq masalani ko'rib chiqqani haqida ham bizda ma'lumot yo'q. Agar shunday hujjat mavjud bo'lgan taqdirda ham yana bir masala yuzaga chiqadi. O'zbek jamiyatida rahbarning qarindoshiga nisbatan Oliy sud raisining qizi, Oliy sud raisining jiyani va shunga qarab unga murojaat qilish kerak, shundan kelib chiqib u bilan munosabatlarni o'rnatish kerak degan norasmiy bosimlar, norasmiy iltifotlar ham bo'ladi. Bular qonunda ko'rsatilmagan bo'lsa-da, bu muammolardan sud tizimi umuman xoli deyish ham noto'g'ri bo'ladi. Shuning uchun ham dunyo amaliyotida manfaatlar to'qnashuviga oid qoidalar faqat real aralashuvning oldini olish uchun emas, balki jamoatchilikda shunday shubhalar paydo bo'lishini ham oldini olishga qaratilgan. Chunki sud hokimiyatining kuchi faqat qonunlar, reglamentlar bilan emas, jamiyatning, odamlarning unga bo'lgan ishonchi bilan ham o'lchanadi. Odamlarga adolat bor, sudda adolat bor deyishning o'zi yetarli emas. Odamlarga adolat qanday ta'minlanayotganini ham ko'rsatish kerak.